Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun sizni juda muhim yangilik bilan ogohlantirish uchun yig'ildik. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, kichik biznes egasi bo'lsangiz yoki shunchaki qo'shimcha daromad olayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot sizning kelajagingizni, moliyaviy barqarorligingizni va hatto erkinligingizni belgilab berishi mumkin. Chunki O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini yuritish qoidalari daromadlarni rasmiylashtirish va soliq hisobotini topshirish tizimida juda katta o'zgarishlar tasdiqlandi. Bu yangi qoidalar endi kuchga kirgan bo'lib, sizga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumotni o'tkazib yubormasligingizni qat'iy istardim. Keling, avvalo muammoning mohiyatini tushunib olaylik. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Oldinlari O'zbekistonda yakka tartibdagi tadbirkorlar va kichik biznes subyektlari uchun soliq hisobotini topshirish tizimi ko'pincha murakkab, qog'ozbozlikka asoslangan va tushunarsiz edi. Ko'plab tadbirkorlar har chorakda soliq inspeksiyasiga borib, uzun navbatlarda turib, qog'oz shakllarini to'ldirishga majbur bo'lishardi. Ba'zan hisobotlarda xatoliklarga yo'l qo'yilsa, uni tuzatish uchun qayta-qayta borishga to'g'ri kelar edi. Bu esa vaqtni, nervlarni va resurslarni behuda sarflashga olib kelardi. Ko'p hollarda kichik daromad oluvchi yoki doimiy bo'lmagan faoliyat yurituvchi shaxslar, masalan, frilanserlar, repetitorlar, uyda hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchilar o'z daromadlarini umuman rasmiylashtirmaslikka harakat qilishardi. Chunki rasmiyatchilik juda og'ir tuyulardi. Ularning faoliyati ko'pincha nazoratdan tashqarida qolardi va bu holat davlat uchun ham, iqtisodiyot uchun ham shaffoflikni kamaytirar edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi tasdiqlangan qoidalarga ko'ra, O'zbekiston barcha daromadlarni shaffoflashtirish va raqamlashtirish yo'nalishida ulkan qadam tashladi. Endi faqatgina rasman ro'yxatdan o'tgan korxonalar yoki ITitlar emas, balki har qanday daromad manbaiga ega bo'lgan shaxslar o'z faoliyatlarini rasmiylashtirish va daromadlarni soliq organlariga hisobot qilishlari shart bo'ladi. Bu yangi tizim sodda soliq hisoboti tizimi yoki unga o'xshash nomlar bilan atalishi mumkin bo'lgan yagona raqamli platformaga asoslanadi. Uning maqsadi soliq to'lovchilar uchun hisobot jarayonini soddalashtirish, ammo ayni paytda barcha daromadlarning hisobini yuritishni majburiy qilishdir. Tizim raqamli bo'lgani sababli endi sizning bank o'tkazmalaringiz elektron to'lov tizimlari orqali qilingan operatsiyalar, hatto ayrim onlayn platformalardagi faoliyatingiz ham avtomatik ravishda kuzatiladi. Oldinlari frilanser dizayner o'zining noregulyar daromadlari uchun ro'yxatdan o'tishni o'ylamasligi mumkin edi. Endi esa agar u bank orqali yoki qandaydir raqamli to'lov platformalari orqali to'lov olsa, bu tranzaksiyalar nazoratga olinadi. Bu yangiliklar iqtisodiyotni oqartirish, ya'ni shaffoflashtirishga qaratilgan bo'lib, har bir daromadga tegishli soliqning to'lanishini ta'minlashni ko'zda tutadi. Shu bilan birga rioya qilmaslik uchun juda aniq va jiddiy oqibatlar, ya'ni jarimalar va boshqa turdagi javobgarlik choralari belgilangan. Keling, endi asosiy qismga o'tamiz. Bu yangi tizim haqida nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Birinchidan, bilishingiz kerak, bu yangi tizim nafaqat soliq to'lash haqida, balki barcha daromad oqimlarini hisobot qilish haqidadir. Bu sizning har bir pul kirimi qayerdan kelayotganini va unga qanday soliq rejimi qo'llanilishini aniqlashni talab qiladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Asterisk barcha yakka tartibdagi tadbirkorlar. ITT agar siz ITT sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, endi siz soliq hisobotini yangi raqam orqali qat'iy belgilangan muddatlarda topshirishingiz shart. Ilgari ayrim ITtlar uchun soddalashtirilgan tizimlar mavjud bo'lib, ular yillik yig'ma soliq to'lash bilan cheklanishi mumkin edi. Endi esa bu jarayon ancha raqamlashtirilgan va muntazam monitoring ostida. Kichik biznes egalari belgilangan aylanma, oborot miqdorini oshmaydigan kichik biznes subyektlari ham bu yangi qoidalarga qat'iy rioya qilishlari lozim. Ularga ham soddalashtirilgan tizimlar taklif etilishi mumkin. Ammo bu tizimlar orqali ham barcha daromadlar majburiy ravishda hisobot qilinadi. Asosan frilanserlar va o'z-o'zini band qilgan shaxslar, dizaynerlar, dasturchilar, repetitorlar, uy xizmatchilari, hunarmandlar, blogerlar, video blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama yoki kontentdan daromad oluvchilar, onlayn
platformalar orqali taksi xizmatini ko'rsatuvchi haydovchilar, umuman doimiy ish joyi bo'lmagan, lekin muntazam ravishda daromad oluvchi har qanday shaxs. Agar siz hozirgacha faoliyatingizni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, endi bu masalani jiddiy ko'rib chiqishingiz kerak. 4 boshqa manbalardan sezilarli daromad oluvchilar. Masalan, uyini ijaraga beradiganlar, qisqa muddatli shartnomalar asosida xizmat ko'rsatuvchilar. Agar sizning daromadlaringiz faqatgina oylik maoshdan iborat bo'lmasa, siz ham bu qoidalar doirasiga tushishingiz mumkin. 5 bozorlarda yoki onlayn platformalarda tovar sotuvchilar. Qo'lda yasalgan buyumlar sotasizmi yoki boshqa tovarlar? Agar sizning savdo aylanmangiz ma'lum bir chegaradan oshsa, sizning faoliyatingiz ham monitoring ostiga olinadi. Endi bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'tamiz, raqamlar va vaziyatlar bilan birga. Astros misol beti kichik kafe egasi. Sayfullo akamiz kichik kafe egasi. Ilgari u har chorakda qog'oz hisobot topshirar, kassa apparati bilan ishlardi. Ba'zida hisobotni o'zi olib borardi. Endi u har oyda yangi elektron platforma orqali daromad va xarajatlarni batafsil aks ettirishi shart. Aytaylik, uning oylik aylanmasi 30 million so'm, xarajatlari 20 million so'm. Yangi tizim avtomatik tarzda uning soliqqa tortiladigan bazasini hisoblab, tegishli soliq miqdorini ko'rsatadi. Agar u to'lovni bir kun kechiktirsa, har bir kechiktirilgan kun uchun yo'l kimdeli 3 o'rnidan jarima qo'llanilishi mumkin. Bu esa sezilarli miqdorga aylanishi mumkin. Agar u daromadini noto'g'ri ko'rsatsa yoki yashirsa, birinchi marta ogohlantirish, keyin esa aniqlangan summaning 10 bazidan ehir bazigacha bo'lgan miqdorda jarima, hatto faoliyatni vaqtincha to'xtatish xavfi ham mavjud. Misol iki freelancer grafik dizayner. Madina ismli grafik dizayner chet el mijozlaridan har oyda PayPal yoki Payoneer orqali taxminan AQSh dollari oladi. Mahalliy mijozlardan esa kartadan kartaga o'tkazmalar orqali qo'shimcha 4 million so'm tushumga ega. Ilgari u o'zini ITT sifatida ro'yxatdan o'tkazmagan edi. Endi banklar va xalqaro to'lov tizimlari bu tranzaksiyalar haqida ma'lumotni soliq organlariga avtomatik tarzda yetkazadi. Madina ITT sifatida ro'yxatdan o'tishi va bu daromadlarni hisobot qilishi shart. Agar u ro'yxatdan o'tmasdan va daromadlarni hisobot qilmasdan faoliyatini davom ettirsa, ma'lum bir chegara, masalan, 1 yilda 10,2 million so'm oshgach, soliq organlari buni aniqlaydi. Dastlab ogohlantirish berilishi mumkin. Keyin esa birinchi marta bazaviy hisoblash miqdorining BXdan 10 barobarigacha miqdorda. Hozirgi kunda BXM 37 million so'm, ya'ni 47 milliondan 1 million so'mgacha jarima qo'llaniladi. Takroriy holatlarda jarima miqdori 2 barobar oshishi va hatto jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi paydo bo'lishi mumkin. Misol 3 kichik onlayn do'kon egasi. Dilfuza Instagram orqali qo'lda yasalgan zargarlik buyumlarini sotadi. Uning mijozlari payme yoki klik orqali to'lovlarni amalga oshiradi. Ilgari uning faoliyati radar ostida bo'lishi mumkin edi. Endi uning shaxsiy kartasiga tushgan umumiy to'lovlar miqdori ma'lum bir oylik yoki yillik chegaradan, masalan, 1 million so'mdan oshsa, bu holat soliq organlari tomonidan e'tiborga olinadi. Dilfuza ITT sifatida ro'yxatdan o'tishi va o'z daromadlarini hisobot qilishi shart. Aks holda deklaratsiya qilinmagan daromadlar uchun jarimalar va noqonuniy tadbirkorlik faoliyati uchun javobgarlik belgilanishi mumkin. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? 1. Rasman ishlovchi, yagona ish beruvchidan maosh oluvchilar. Agar siz faqatgina bitta ish joyida rasmiy maosh olib ishlasangiz va barcha soliqlar ish beruvchingiz tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ushlab qolinayotgan bo'lsa, sizning bu borada alohida tashvishlanishingiz shart emas. Biroq agar siz qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lsangiz, masalan, repetitorlik, uyini ijaraga berish, yuqoridagi qoidalar sizga ham tegishli bo'ladi. Faqatgina pensiya yoki stipendiya oluvchilar. Agar sizning yagona daromad manbangiz pensiya yoki davlat tomonidan manbangiz pensiya yoki davlat tomonidan beradigan stipendiya bo'lsa, bu yangi qoidalar sizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Lekin agar talaba freelansing bilan shug'ullana boshlasa, u ham ta'sir doirasiga tushadi. Endi esa eng muhim qism istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa diqqat talab qiladi, chunki ko'plab tushunmovchiliklar aynan shu yerda yuzaga kelishi mumkin. Istisnolar, ba'zi kam daromadli faoliyat turlari, qonunchilikda aniq belgilangan, soliqqa tortilmaydigan kam daromadli faoliyat turlari mavjud. Masalan, shaxsiy tomorqadan olingan mahsulotlarni sotish yoki bir martalik juda kam miqdordagi daromadlar shular jumlasidandir.
Lekin bu ro'yxatni aniq bilishingiz va o'zingizning faoliyatingiz shunga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Hech qachon menimcha degan taxmin bilan ish ko'rmang. Rasmiy manbalardan yoki mutaxassislardan aniqlang. Ba'zi sektorlar uchun maxsus soliq rejimlari, qishloq xo'jaligi ayrim IT parklar rezidentlar yoki maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat yurituvchi subyektlar uchun o'ziga xos soliq rejimlari va hisobot qoidalari mavjud bo'lishi mumkin. Ammo shuni unutmangki, har bir holatda ham daromadlarni hisobot qilish tamoyili saqlanib qoladi. Faqat hisoblash va to'lash mexanizmi farq qiladi. Davlat tomonidan belgilangan minimal daromad chegarasi ayrim hollarda juda kichik, rasman belgilangan soliqqa tortilmaydigan minimal daromad chegarasi mavjud bo'lishi mumkin. Lekin bu chegaralar doimiy emas va tez-tez o'zgarib turishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotni muntazam ravishda tekshirib turish muhim. Qaltis nuqtalar va xatarlar. Pitfalls. Qonunni bilmaslik, men bilmasdim, menga aytishmadi degan bahonalar soliq organlari tomonidan qabul qilinmaydi. Har bir fuqaro amaldagi qonunlarni bilishga majbur. Bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Texnik qiyinchiliklar. Hamma kompyuter yoki smartfon bilan senda emas. Yangi elektron platformadan foydalanish ba'zilar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Bu esa hisobotni o'z vaqtida topshira olmaslikka yoki xatolarga olib kelishi mumkin. Bu texnik savodsizlik jarimalaridan qutqarmaydi. Daromadlarni noto'g'ri ko'rsatish yoki kamaytirish. Ataylab yoki bilmasdan daromadlarni kamaytirish yoki noto'g'ri ma'lumot berish jiddiy oqibatlarga olib keladi. Raqamli tizim banklar va boshqa manbalardan olingan ma'lumotlar bilan taqqoslab, nomuvofiqliklarni osongina aniqlay oladi. Ro'yxatdan o'tmaslik. Kichik miqdordagi daromadlar uchun ham faoliyat yuritish noqonuniy hisoblanadi. Bu holatda siz nafaqat soliq to'lashdan bo'yin tovlagan bo'lasiz, balki noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan hisoblanasiz. Muddatlarni o'tkazib yuborish, hisobot topshirish va soliq to'lash muddatlarini unutish yoki e'tiborsiz qoldirish jarimalariga sabab bo'ladi. Har bir o'tkazib yuborilgan muddat uchun qo'shimcha jarimalar hisoblanadi. Shaxsiy va biznes moliyasini aralashtirib yuborish, shaxsiy bank kartalaridan biznes operatsiyalari uchun foydalanish juda keng tarqalgan xato. Bu holatda soliq organlari sizning barcha kirim-chiqimlaringizni biznes faoliyatingiz bilan bog'lashi va tegishli soliq va jarimalarni hisoblashi mumkin. Shaxsiy va biznes hisoblarini qat'iy ajratish juda muhim. Kim kuzatmoqda ekanligini tushunmaslik. Faqatgina soliq organlari emas, balki banklar, to'lov tizimlari, Payme, Apelsin, hatto ijtimoiy tarmoqlar, YouTube, Instagram ham monetizatsiya, pul ishlash orqali olingan daromadlar haqida ma'lumot almashishi mumkin. Tizimlar o'zaro integratsiyalashgan. Noaniq jihatlar va nozik masalalar, obvious nuances. Birgalikdagi faoliyat. Agar ikki do'st birgalikda onlayn kurslar tashkil qilsa yoki biror loyihada hamkorlik qilsa, daromad qanday taqsimlanadi va qanday hisobot qilinadi? Kim ro'yxatdan o'tish kerak? Bunday holatlarda ko'pincha shartnoma asosida ishlash yoki har bir hamkorning o'z faoliyatini ITT sifatida rasmiylashtirishi va o'z hissasini alohida hisobot qilish tavsiya etiladi. Xorijiy valyutadagi daromadlar. Agar siz xorijiy mijozlardan AQSh dollari, yevro yoki boshqa valyutada pul olsangiz, bu daromad qanday hisobga olinadi va qanday kursda so'mga o'tkaziladi? Odatda daromad olingan sanadagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kursi bo'yicha so'mga aylantiriladi, hisobot qilinadi. Bu yerda ham aniq qoidalarga amal qilish shart. Raqamli tovarlar, xizmatlar, chet el mijozlariga raqamli mahsulotlar, masalan dasturiy ta'minot, elektron kitoblar yoki xizmatlar sotilsa, QQS qo'shimcha qiymat solig'i qo'llaniladimi? Qanday deklaratsiya qilinadi? Odatda chet elga eksport qilingan raqamli xizmatlar uchun QQS 0 stavkada qo'llanilishi mumkin. Ammo bu borada soliq maslahatchisi bilan maslahatlashish zarur. De facto biznes faoliyati. Siz o'zingizni tadbirkor deb atamasangiz ham, agar sizning faoliyatingiz muntazam ravishda daromad keltirsa, u tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi. Misol uchun, agar siz doimiy ravishda internet orqali sotish uchun buyumlar sotib olib, ularni qayta sotsangiz, bu biznes hisoblanadi. Bitta kiyimni sotganingiz uchun soliqqa tortilmasligingiz mumkin, ammo har hafta 5-10 ta buyum sotsangiz, bu allaqachon tadbirkorlikdir. Aziz do'stlar, bu o'zgarishlar bilan bog'liq xavotirga tushish tabiiy, ammo eng muhimi to'g'ri harakat qilish. Keling, endi nima qilish kerakligi haqidagi amaliy maslahatlarga o'tamiz. Aniq ko'rsatmalar beraman.
Aslida siz nima qilishingiz kerak? Aniq qadamlar bir astirimiz o'z statusingizni aniqlang. Avvalo, siz kimligingizni etatmisiz, o'z-o'zini band qilgan shaxsmisiz yoki shunchaki vaqti bilan daromad oluvchimisiz aniqlab oling. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, hududingizdagi Davlat soliq inspeksiyasining kol markaziga 1098 qo'ng'iroq qiling yoki malakali yurist soliq maslahatchisi bilan maslahatlashing. Vaziyatingizni to'liq tushuntiring. 2. Ashiq ro'yxatdan o'ting agar kerak bo'lsa. Agar siz ittati yoki o'z-o'zini band qilgan shaxs kategoriyasiga kirsangiz, zudlik bilan ro'yxatdan o'ting. Bu jarayon hozirda ancha soddalashtirilgan. Siz Soliq.uz portalida yoki Soliq mobil ilovasi orqali onlayn tarzda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Odatda bu bir necha daqiqa vaqt oladi va hech qanday murakkablik tug'dirmaydi. Pasport ma'lumotlari va faoliyat turini kiritish kifoya. Ba'zi faoliyat turlari uchun maxsus ruxsatnomalar talab qilinishi mumkin. Ularni ham elektron tarzda olish mumkin. 3. Elektron platformani o'rganing. Davlat soliq qo'mitasining elektron soliq hisobotlari tizimi yoki soliq mobil ilovasidan qanday foydalanishni to'liq o'rganing. Bu tizimda hisobotlar qanday to'ldiriladi, qanday yuboriladi, to'lovlar qanday amalga oshiriladi, bularni bilishingiz shart. Rasmiy veb-saytda, YouTube'da Davlat soliq qo'mitasining kanallarida ko'plab o'quv videolari va qo'llanmalar mavjud. Ularni diqqat bilan o'rganing. Hatto qo'mitaning o'zi muntazam ravishda onlayn seminarlar va treninglar o'tkazib turadi, ularda ishtirok eting. Barcha daromad va xarajatlarning hisobini yuziting. Bu eng muhim qadam. Barcha pul tushumlari va chiqimlari haqida aniq yozuvlarni saqlang. Bank ko'chirmalari, to'lov kvitansiyalari, elektron cheklar, shartnomalar, hisob fakturalar, bularning barchasini muntazam ravishda tizimlashtirib boring. Bu nafaqat soliq hisobotini to'g'ri topshirishingiz uchun, balki o'zingizning moliyaviy ahvolingizni tahlil qilish uchun ham muhimdir. Agar siz naqd pulda operatsiyalar qilsangiz, ular uchun ham qat'iy hisob-kitob jurnali yuritishingiz shart. 5. Astarish muddatlarini belgilab oling. Hisobot topshirish va soliq to'lash muddatlarini o'z kalendaringizga belgilab qo'ying. Eslatmalar o'rnating. Eng yaxshi muddatdan bir necha kun oldin hisobotni tayyorlab, soliqni to'lab qo'yishdir. Oxirgi kungacha qoldirmang. Chunki texnik nosozliklar yoki internetdagi muammolar sababli kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. 6. Asosiy professional yordamdan foydalaning. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, bir nechta daromad manbalariga ega bo'lsangiz, xorijiy valyutada operatsiyalar qilsangiz yoki biznesingizning hajmi kattaroq bo'lsa, malakali soliq maslahatchisi yoki buxgalter bilan maslahatlashing. Mutaxassis xizmatlari dastlab xarajat bo'lib tuyulishi mumkin, ammo ular kelajakda katta jarimalar va muammolardan qutqarishi mumkin. 7. Bilimlaringizni yangilab boring. Soliq qonunchiligi doimiy ravishda o'zgarib turadi. Davlat soliq qo'mitasining rasmiy sahifalariga, ishonchli yangiliklar manbalariga obuna bo'ling. Bizning kanalimizni kuzatib boring. Eng so'nggi o'zgarishlardan doim xabardor bo'lishga harakat qiling. Do'stlar, bugun biz tasdiqlandi sarlavhasi ostida tadbirkorlik va daromadlarni hisobga olishdagi inqilobiy o'zgarishlar haqida gaplashdik. Bu yangiliklar sizning faoliyatingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ularni e'tiborsiz qoldirmang. Biz hozirgina muhokama qilgan barcha jihatlar sizning tinch va muvaffaqiyatli faoliyatingiz uchun asos bo'ladi. Unutmang, qonunga rioya qilish nafaqat javobgarlikdan qutqaradi, balki iqtisodiy faoliyatingizni yanada barqaror va ishonchli qiladi. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu yangiliklar sizga qanday ta'sir qiladi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa ham bemalol bering. Biz ularni o'qib chiqib, imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoni baholang, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va muhim ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va tadbirkorlik faoliyatingizga omad tilayman.